Yoshingiz katta aka, lekin bitta dasturxonda o'tirishdan sizdan or qilaman aka. Shunaqa sizni taniganimga afsuslandim. Shunaqa sizni ko'rganimga afsuslandim aka. Qolganlarni bilmadim, lekin aynan siz bilan bitta dasturxonda o'tirishdan uzoq ham yuraman, oram qilaman. Meni machi gapim. Endi gapiravering. Senga to'xtang Sadrijon, senga savol. Nimaga or qilding? Or qilganingni sababini aytib bor. Birinchidan meni Sardor bilan urushtirgani, ikkinchidan 200 ta odam bilan o'tirib ana TikTokda ham zapis turibdi. Men hech qanaqa hayotdan umidim qolmagan paytda Sardor kelib o'zi ilichkalariga yozib yordam so'ragan paytim yonimga olib, uni ichiga kirib, Dubaylarga borib, bor sir sinoatini olib, uni qanaqa nozik nuqtasi bo'lsa hayotda hammasini birma-bir o'rganib chiqib, ichidagi jamiki u bola ham yashirmay aytgan sirlarni birma-bir o'rganib chiqib turib, uyga qaytib turib, 4 ta akil topib turib, bitta o'sha atishadigan joyiga zarba bergan insondan yomon inson yo'q. Mana haqorat qilmayapman. Men birma-bir keltirib beryapman. Bu inson senga ishonib borini berdi. Borini tikdi, lekin sen nonko'rlik qilding, noinsoflik qilding. Agar meni zarracha manetimda nima bo'lganda ko'zimga yosh kelmasdi. Ozgina bo'lsa ham manetingda oring bo'lganda sen pidirra. Mana shu bolani nabarat O'zbekistonga olib keltirib, ota-onasini oldiga bag'riga qaytartirarding sen. Bir noinsof, bir haromi bola ekansan. Men boshqa gapim yo'q.